Assalomu alaykum akalar. Xullas 3 oylik mototsiklga 3 oylik Moravega batareyka yig'dik. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Juda ham bir haliga qo'rqib yig'dim. Nima desangiz, bir akamiz menga shunday bir batareyka yiqqinki, shu bir zaydga qo'yganda shu 15 kun 2 haftaga yetsa, meni smenam 2 haftaga dedi. Shunga haliga 2 haftaga yetmasa bo'yningni shipcha deb tashlayman dedimi? Yo'q, sipcha deb tashlaydiman dedimi? Bilmay qoldim. Qanday yoziladi u? Qanday tushundim? Kommentariyada bir to'g'risini yozib ketasizlar. Xolos, batareykamiz 20S bo'ladi, 72 voltga 116 ampere soat. Korpusi alyumin, 3 mm bo'ladi. BMS ant BMS taqib berdik. Pikovoy mощность bo'ladi 1050 ampere 10 sekund. Постоянно 420 ampere. Xullas, bu batareykamizni knopkasini bosib tursangiz, 4 sekund bosib turib qo'yib bersangiz, batareykani umuman o'chirish mumkin, podсветкасы o'chadi. Yana ishga tushirmoqchi bo'lsangiz, bitta bosasiz, keyin zapuskat bo'ladi, ishlatish mumkin. Podсветкасы yondi. 120 amperga Anderson qo'yib berdik. Xullas, germetik qilib ustini yopishdan oldin sizlarga bir ko'rsatib o'tay dedim. Shunday qilib, hozir bir qo'rqib turibman deng. Shunga hozir bir zaydga qo'ysalar, batareykamiz tamoman bir insofsiz batareyka bo'ladi. Bitta zaydga qo'yganingiz bilan shu bilan qo'ymaysizlar, 15 kun yuraverasiz maza qilib. Bu yerda 8 kilovatdan salgina oshiqroq tok bo'ladi, zapas hod. Yetib qoladi bir sizga bir necha kilometrga desam, xullas shu Moravelarga bir 300 kilometrga yetadigan batareyka bo'ldi. Batareykalar qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, batareykalar haqida bemalol aloqa chiqarsa, pastdan qoldiraman. Salomat bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.